Assalomu alaykum parvozlar, Boshimoldamiz. Bugun 3-iyun 2025-yil. Allohga shukr. Yetkizgan kunlaringizga shukr. Yoz oyiga ham kirib keldik. Kirib kelayotgan it Qurban hayit muborak bo'lsa hammaga omad, charchamanglar. Avzorlarni boshladik, Boshimolda klubdamiz. Bu kapitallar kimda? Menda. Avazlar, oqchuvonalar, Siza hakka. Nahnovolar, oqchuvonalar. Oqchuvonalar $200 beramiz bo'lish. Ikkovini $200. Jupa $200 ekan. Hakkachi? Hakka $200. Panji emasmi? Yo'q, toza. Siza hakka ekan parvozlar. Narx qanaqa? $300. $300 hakka. Qorazaq, Qizil toshlar uchun juvonalar ekan, qizil toshlar. qorazaq. Narxlari qanaqa? Molar $200, qorazaq $50. Qorazaq $50. Kami bor-a? Kami bor. Telefon nomeri. 91 603 99 94. Ha, gap yo'q, bozoringni. Bular kimda? Bir qator bunday egasi mo qizil tosh chiroyli ekan. Bu egasi kim bular? Ha, hayot o'yda nos chekib o'tirib. Qizil tosh kallasi o'zini mashina chinni ekan-ku kapta. Qizil tosh bilan chinnidan chiqqan ekan, lekin kallasi qizil toshning kallasi ekan. Chiroyli ekan. Hozir отдельный обзор qilamiz. Sot juvona, oq moda, chiroyli moda ekan mashina. Mo katadi yopib qo'y. Oq juvonalar. Egalari yo'q chamonda. Obzor qilib qo'yamiz. Mana oqlar ham chiroyli ekan. Egalari yo'q. Boshimolda klubdamiz parvozlar. Hamma mashetda. Maza bozor bo'lyapti. Bu qoraz kimdan bu? Bular kimdan ekan? Sizdanmi bola aka? Mallavosh nar ekan aka. Narx qanaqa? $400 mallavoshlar. Kami bor, qorazaqlarchi? Qorazaqlar $500. Siz qorazaq bahamangizni boshladingiz. Ha, kelib qoldi. Ha, bo'pti. Hozir. Sardor asl qizil tosh juvonlarni ko'rsa. Mana hozir bozorda oldi sotdi bo'ldi. Mana gap yo'q. Ko'ringlar, kallani priyatniy, yumshoq kaptar ekan. Narx qanaqa bo'ldi? $200. $200 ga oldi. Ko'payib ketsin, barakasini bersin. Kaptar keldimi? Olgani keldingmi? Mana bitta korobkada kaptar olgani kelishdi. Gap yo'q. Qorazaqlar. Aka ko'zini ko'rib qo'yaylik. Bunday ko'z mallavoshdi. Toza ekan kaptardi ko'zi, chil ko'z ekan. Toza ekan, tumshuqlari qalin. Gap yo'q. Ketdik bo'lmasa. Mana bozorimizga antika tovuqlar ham chiqqan mana. Kim taniydi? Mas tovuqni bilmayman. Egasi kim ekan bilmadim. Abdurasul akamniki. Nomi nima ekan? Nomi nima? Kim biladiganlar kommentga yozsin. Bu tomonda Turetskiy. Turkiyani tovuqlari. Nomini yozinglar kommentga. Hakkalar kimdan ekan? Egasini men ham bilmadim. Bunda ko'rsatib qo'yamiz. Hakkalarni tumshug'ini o'stirib oldinglar-a? Mana desizlarga, ammo hakka vaqadigan parvozlar. Oq chuvonalar. Narxlari narmodan bir tovoqmi? Bir tovoq bular aka. Narxlari qanaqa? 3 million. 5 million, 3 million. 5 million, 3 million ekan. 2 oy 8 million ekan. Narmonaligi ana emas, modaga o'xshab turadi. Nari mononisi nariga o'xshayapti. Yana bilmadim. Telefon nomering qiziqadiganlar. 144 04 54. Qiziqadiganlar. No qizil tosh moda ham. Molalar kimdan ekan qizil toshlar? Sendan. Narxlari qanaqa? Mana ikkovini $300 deyapti. Qizil akka bilan g'ura akka. Qizil akka. Hop.
Mana qizil hakka bilan ko'ra hakkani 200 dollar deyapman. Ha. Toshlar 300 dollar. Toshlar 300 dollar. Mana onisi moda ekan, mana onar ekan. Yo'ra hakkani mana onisi chiroyli ekan, o'rtoqlar, mana chiroyli ekan. Mas chiroyli ekan. Qizil tosh moda mana chiroyli ekan. Kelishtirib berasan, modani nech qanchaga berasan o'zini? 2 millionga beraman. 2 million. Yana ham kami bor. Jiyaylari toza ekan. Biz shu to'xtatib beradigan kaptallarni interes qilamiz. Mana kalla. Yo'ra hakkani kallasi. Lekin paypalari singan ekan. Torvoq kaptar ekan. Lekin pallasi yaxshi kaptar chiqarib olsa bo'ladi. Hakkani o'zini qanchaga berasan? Mana nima? Ha, 1,5 millionga beraman. 1,5 million. Yana ham kam etasan, ha? Yana mashina olib chiqqan kaptaring yana bor. Oq qo'shtiq. Oq qo'shtiqqa qiziqadiganlar xullas narxlarini ayta oldi. Bular ham 300 dollar juda. Bu 2-300 dollar ekan, xo'p. Bularchi? Onlar 1 million ozgina ekan. Bunlar juvona 1 million kami bor ekan. O narigisichi? Bu 200 dollar. Qo'shtiqqa qiziqadiganlar olmoda. Lekin jiyaylari qopda kaptan. Ko'zjaga yaxshi. Telefon nomeringni. Narsa bir marta tuxum qo'ydi. Telefon nomer. 99lik Xo'p. 367 98 11. Ha, gap yo'q, bozorning kami bor. Bu ham senda. Bor ha, bu yerda. Istemizda ichidan tozashadi. Qo'shtiqni sinisi mana shu. Ha, hozirgi qo'shtirdi sinisi ekan. Narx-navolarni aytib berding. Narlar 1,5 million kami bor. Narlar Hozir 1,5 2 million kami bor. Xo'p. Bunlarchi? Modalar 1 milliondan kami bor. Bularchi mana ular. Mana onisi 1 million kami bor hozir. 1 million. Mashkaplar chiroyli kaptar ekan. Mana mashkaplar xalqali chiroyli ekan, mana shu oqlar. Bahsa bo'laveradigan kaptar ekan. 1 million kami bor deyapti. Mana. Yoqdimi sizlarga? Har qalay yomon emas, hozirgi narx-navo bo'yicha olib bahsa bo'laveradi. Seryoznlikda kaptarni ko'rinish. Tirjaymayapti. Tumshuq ham qalin, ko'k tumshuq, qovoqlik kaptar. Jiyagi ko'k, ko'zi oq ko'z ekan. Chiroyliga baribir. Hozirgi holatga har kaptarlar ichida mana 1 million kami bor deyapti. Narisda ekanlar olsanglar bo'ladi, telefon qilib. Bir 800 mingami bersa olsanglar bo'ladi. Mashinchalik kaptar ham chiqmayapti. Bu juvonalar kimdan ekan? Qizil juvonalar. Mallalar ekan. O'no malla nar ekan. Mallanarning bono tomonda figurasi kuchli ekan. Go'ralar ekan, baldali urug'lar, oldingi urug'larimiz baldali. Baldali go'ralar kimi esida bor? Baldali go'ralar. Mokaptarning yonboshda figurasi kuchli ekan. Yonboshda figurasi kuchli. Kimiki ekan bilmadik endi palvozda. Mana o'tirishibdi, nazar qilib. Ko'ryapsizlarmi? Mana sigaret chekayotgan parvozlar akkuratnikda kelib kulini menga tashlashyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana sigaret chekib kulini menga tashlayapti. Oqlar kimda? Egasi yo'q. Bular kimdan ekan? O sizilar. Qora sizilar bo'lardi biz yoshligimizda. Utta ashkaptarga o'xshash joylari ko'p ekan. Kim eslaydi? Eski sizichilarimiz bormi? Eski chilchilarimiz bormi? Qora sizilar bo'lardi. Chillarga tushadigan sizilar bo'lardi. Ashinga o'xshaydi ashkaptarlar. Ashkaptarga. Bular kimdan ekan? Qora sizilar. Qirg'izistonning parvozlari biladi ko'proq. Qirg'iziston qadimdan chil baqishgan. Qora sizilar. Bular kimdan ekan bu qizil tosh? Sendanmi? Ha.
yana opet ilg'or qizil to'sh narakani keyingi tulovida yelkani tashlaydi. Ha, tashib oladi. Narx qanaqa? $300. Kami bor. Buchi bu qizil to'sh. $600 kami bor. Bu moda ekan. Kami bor. Kami bor aka. $600 это парада, $600 уступка есть. Сегодня 3 май 2025 год. Andijonskiy птичий рынок. Chinni ekan mana. Mana nar bu ham Na. ikkovi ham nar ekan. Qiziqadiganlar mana pari toza ekan. Narx qanaqa? $200. Ikkovi $200. Ikkovi $200. $200 kami. Da? Mochil kimda? Oldi. Kim oldi, senmi? Chiroyli kaptar olibsan. Nech pulga oldi? Qancha? 1 million zo'r mana. Arzon bozor, otang bozor, onang bozor. Mana bozordan 1 millionga olibdi chil. Ha, parvarish qilasan endi. Chiroyli kaptar ekan. Bu oqlar kimda? Menda. Bu oq chiroyli kaptar ekan. Narxi? Narxi $700 kami. Oldin aytib olibman. Bu hali o'tgan safar obzor qilganimiz emasmi? Ha, ashaki. Kamitib berib yubor endi qiziqadiganlarga. Akikalari ham bor uyda. Yengil qilib berib yubor. Bularchi? Moda chiroyli moda ekan. 700 kami bor. Moda chiroyli ekan, ko'zlari katta ekan. Ilg'or eshitib qolmasdimi? Eshitib qolsa balatlatib yuborishi mumkin. Eshitmadi lekin moda chiroyli moda. Bular Bu ham shunday. narxi $600 kami. kami bor. Bular $300. o'tgan haftagi naraligi miramir ko'znara $300, ikkovi $300mi? Yo'q, bittasi. Bu monalar Mashinani ham olish kerak, kelishtirib. Mashinani ham olish kerak, kelishtirib bersa. Bularchi ola 1 milliondan. 1 milliondan juvonlar. Hakkachi Siz akani 1 million deyapti. narakani? Ha. Naraka. Telefon nomeri 97 39 yapıyorum. Mono kaptardi. Qancha kerasan mashina bo'ladigan oqnar? Kelishsa berib olamiz. Yengil aka. Bozorga qarab kel. Mana qilib beramiz. O'zi nech pul dedi hozir? $300. $300 dedi. Kamini qilib berar ekan. Miramir ekan, miramir. Oqnardi ko'zi miramir ekan, eski ko'zlar. Yorayım samon. Yo'q, bugungi osh yo'q, sostav yo'q-ku. Muhammad Sodiq. Keyingi haftaga yeymiz xudo xolasa osh. Yaxshimisizlar ukalar? Charchamayapsizlar? Aylandinglar bozorlarda. Fikr almashatda bozorga chiqsanglar, bilim kuchayadi. Har xil kaptar ko'rasizlar-da. Salomat bo'linglar. Mana napitkalar bor, korjilar bor, Sovet davridagi korjilar bor mana. O, ana. Mana korjilar. Kim eslayapti? Sovet davridagi korjilar. Lekin mazasi ashaqa Andijonda ishlab chiqarilyapti. Ishlab chiqarishi bor parvozlar. Mana guruchlar ham, dezira guruchlar ham, parvozlar ishlab chiqaradigan, ishlab chiqaruvchi parvozlar bo'lsa, o'zim borib obzor qilib beraman. Mana napitkalar, kola, fanta, mineral suvlar, muzdekini. Yaxshimisan shu? Sog'liging yaxshimi? Omonmisan? Mana bemalol kelib, dam olib, salqinlab o'tirsanglar bo'laveradi. Stollar bor. Bozor bo'lyapti. Har shanba Bog'chamolda bozor. Mana stollar, mana holi. Mana men yerda mana fikr almashtirib o'tirish. Hozir bu ikkita oq olishdi. Hozir qani oq jaylab kelishdingmi? Olib salqinga tez obzor qilib olamiz. Mana o'tirishni ko'ryapsizlar. Mana Dilmurodov maza qilib salqinda o'tiribdi. Buni gashti boshqa baribir. Hozir oq olish, chiroyli oq olishdi. Buni hozir YouTube'ga ham qo'yamiz, TikTok'ga ham qo'yamiz. Qisqacha video qildik. Modano gapiyo moda olish. Bozordan olindi mana. Bu ko'zni ko'ringlar.
miramiri. Gap yo'q, katta. Tumshug'ini rangi ham tozata. Oq boqadigan parvozlar, qizil tumshuqli, jigarrang tumshuqli oqlardan zerikmadinglarmi? Qanday qilib chiqar? Mana bu tumshuq, ko'k tumshuqlilarni tanlab chiqaringlar. Jiyayni qara. Eng kichik ekan, toza ekan. Rosa toza moda. Bugungi bozorda menga yoqdi mana shu katta. Ko'payib ketsin. Qancha bo'ldi narxi? Ikkalasi $200, 200 ming. $200, 200 ming. Gap yo'q, maza qilib baqinglar. Sigaret hamisha yonboshda. Mana maza bozor bo'lyapti. Xurshiddan mana shu yerda. Charchashmayapsan? Mo'min aka. Hozirgi paytda endi bu YouTube'ga Xurshid. Hozirgi holatda kaptarlar kasalligi yana boshlandi. Ko'katlar yeyishyapti yerda. Ob-havo, yomg'ir. Shunga shu kasallikni oldini olish uchun nima berish kerak? Qanaqa dori? Kasallikni oldini shu faqat trihavet beriladi. Mana oldini olish uchun mana hozir berib turib. Mana parashok ekan, trihavet 2 ga 1 parvozlar. Kasallikni oldini olish uchun mana shu parashok ekan, suvga qo'shib berasizlar, o'pshik berib qo'yaverasizlar. Hatto 3 kun, bo'lib ham 3 kun ekan, qaynab sovutilgan suvga. Har oyda 3 kundan berib turinglar, kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lib qolgan, boshlangandan keyin mana qalar berishni boshlaysizlar. Uje 6 kun beriladi. Mana 6 kun beriladi. Vitaminlar beriladi. Mana vitaminlar. Ularni berib 3 borish kunda bir berish kerak, 3 kunda bir. 3 kunda bir berib turilsa, kabutarlar immunitetlari baland. Hozirgi kunda kasalliklar kelib chiqishi sabablari o'sha vitamin yetishmovchiliklardan. Vitamin Vitamin yetishmovchiligi. yetmay qolsa, immunitet sust bo'ladi. Modalar ishlamay qo'yapti, oyoq og'rib qolyapti. Zarodishlar bo'lmay qolyapti, ashundan. Zarodish bo'lmayapti. Vitaminni to'xtatmanglar. O'sha o'smay qolishining sababi ham koksidioz trixomanoz mana shu. Kasallik, ashi juvonalar katta rivojlanmayapti. Ashu immunitet pasaydi, kasal. To'ppa-to'g'ri. Vitamindan olib, moldan olib berib turinglar. To'xtamasdan. To'g'ri. Ashlaqa manisalar to'lib ketdi. Shuning uchun salomatchilikni ehtiyot qilaylik. Mana minerallar ham bor. Minerallardan ham berib turinglar. Karmushkaga solib qo'yasizlar buni. Karmushka bor-ku. Karmushkaga solib qo'yasizlar, yaxshi zo'n narsa. Hamma mineral bu. Salomat bo'l. Telefon nomering. 0907 Bemalol Atparabga bor. O'zbekiston bo'yicha, Qirg'iziston Atparabga bor, hamma yerga. Dillerlari bor-da Xurshidda. Gap yo'q, salomat bo'ling. Parvozlar maza bozor bo'ldi, maza qilib tomosha qildik. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Kelinglar, mana sizlar ham salqinlab o'tirasizlar. Mayl maza. Bo'ling darazo. Omad, charchamanglar.